yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklar yo'q? Bor kamchilik. Kam uyimni tomon yopib berish kerak. Yopib berasan? Gap, nangacha senga taklif bor. Sal ozgina zuvechitga tusetamiz. Akalaring aytgan kamchilikni xalqqa bera olasan? Xalqqa bera olmasa nima qilib turibsan? Uncha ko'p kiraversan, bitta ovqat yegunimiz uchun 10 marta kirding. Kerak bo'lsa seni chaqiramiz. Bor, yo'qol bu yerdan. Xo'jayin 12-xonaga boshqa birov qarasin. Ha, tinchlikmi? Gapirib tashlashyapti. Ustidan kulib, ko'rib turmaydigan gaplarni gapirishyapti. Shunaqa degan. Sanchi unda boshxonalardan xabar olib turgan, men o'zim shug'ullanaman. Bo'ladimi, polvon? Bor. Assalomu alaykum. Sizlar charchasizlar. Kamchilik yo'qmi? Nima xizmat? Kamchilik? Bundan oldingisi ham kamchilikni so'radi. Endi sen to'ldirasanmi kamchilikni? Ha, Murod. Yedi ichdi, maza qildi. Hech pul bo'pti, shotimizni ham berib yuboring. Xo'jayin, odam ko'p pul topsa o'zgaradimi? Polvon, to'g'ri savol berding. Pul insonni o'zgartirmaydi. Pul aslida insonni asl yuzini ko'rsatadi, xolos. Agarda sen zihni bo'lsang, pul buni yanada oshiradi. Sen agar ahmoq bo'lsang, pul seni yanada ahmoqligini ko'rsatadi. Agarda sen mehribon, saxiy inson bo'lsang, pul seni mehribon, saxovatli inson qiladi. Tushundim sizni, ustoz.